İştahani açadigan ajoyib yeyishlik yangi yo'tazi bilan achchiq-chuchuk pintosi qilishni günüvelang. Yaxshimisizlar do'stlar? Men niyat bugun ayilda achchiq-chuchuk pintosi bilan yangi yo'tazi qilishni günimiz. Etish usuli intayin oddiy. Bilan 500 gram unga bir cho'ng qo'shiq ko'pturgi silib 280 gram atrofida suv qo'yib, yumshoq holatga xamir yug'uramiz. Yug'urib bo'lgandan keyin xamirni issiq joyda 1 soat atrofida qo'yib ko'ptirib olamiz. Yo'tazga ketarlik materiallarni tayyorlab olamiz. Az miqdordagi suv meyga 3 qo'shiq qo'ymay silib yaxshi aralashtirib, achchashmay tayyorlab olamiz. Yong'oqni mushoq ezib tayyorlaymiz. Xamir ko'pib tayyor bo'lgandan keyin ambalni maylab xamirni olamiz. Xamirni filmda ko'rsatilgandek echib o'xshash cho'nliqda kesib tayyorlab olamiz. Ambalni yana bir qatam maylab xamirni ikki qo'limiz bilan besib tekshi yeyib olgandan keyin bir qat qo'ymay surkaymiz. Hamda bir qavat tekshi yong'oq o'q surkagandan keyin filmda ko'rsatilgandek xamirni hammani yo'gab tayyorlab olamiz. Hammani yo'gab bo'lgandan keyin bir qo'limizni yo'tazini tutib, yana bir qo'limizni uchini ushlab, mushkil usulda yo'tazini hammani shakl kirgizamiz. Tayyor bo'lgan yo'tazlarni jimbilg'a tizib qaynab tayyor bo'lgan qozonga silib, 25 minut atrofida pishirib elib olamiz. Yo'tazining uchini iriska yoki hasalga milab yong'oqni o'qini chaplashtiramiz. Hamda pintosi qo'rishni boshlab ketamiz. Oldi bilan qozonga suv qo'yib, oldin suvg'ichlab yumshatib olgan pintozni silib, bir qaynatib elib olamiz. Pishib tayyor bo'lgan pintozining ustiga ozroq may, ozroq lavcho qo'yib, yaxshi elashtiramiz. Bir qachiq 3 tal tuxum chiqib, tuxumni pishirib elib olamiz. Tuxumdan oshgan mayg'ili to'g'rab tayyorlab olgan samsoq, so'ng piyoz, qizilmuch hamda 4-5 tal kavochinni silib qo'raymiz. Hamda purchaq undirmasini silib 1-2 minut qo'rib olgandan keyin tayyorlab olgan pintoza, tuxum, jusaylarni silib davomli qo'raymiz. Andan yarim cho'mich ochiq suv muvofiq miqdor tuz silib yaxshi bir aralashtirib etgandan keyin taxsiga ilib iste'mol qilsak bo'ladi. Texnik yaxshi mazmunlarni huzurlanmoqchi bo'lsangiz, bash so'rtini bismillah